Hammaga salom. Bugun rolikimizda antifizda gaplashamiz. Ko'plar so'radi. Antifiz bosaman, ishlamaydi dedi. Menga uron ta'sir qiladi dedi. Antifizning vazifasi o'zi 3 sekundga 2 sekundga uron o'tkazmaslik. Lekin bir xilligi uron o'tadi va o'shani tushuntirib beraman nega. Antifiz mana shu yerda ko'rayotganingizdek fizik ataka. Bu yerda hammasi fizik ataka bo'lgani uchun agar antifiz oladigan bo'lsa yordam beradi. Antifiz deb nomi bilan eshitib turibdi, fizik ataka faqat. Misol uchun, Clintga yordam beradi. Grok misol uchun. Ya'ni fizik uron beradiganlar uchun. Magnetik uron bor, o'zingizlar bilasizlar buni. Magnetik uronga bizga antifiz yordam bermaydi. Misol uchun bizda Eydori bo'ladigan bo'lsa, bir xilda bosib oladi antifizni, lekin Eydori baribir o'ldiradi. Bunga bizga yordam bermaydi. O'shaning uchun antifizni magnetik uron beradiganlarga ishlatmaylik, lekin misol uchun saberlarga yordam beradi. Antifizni to'g'ri foydalansanglar bo'ladi, lekin antifizni foydalanishni o'rganinglar, chunki juda ham zo'r predmet, ayniqsa adikalar uchun. Tanklar olishi mumkin, lekin ko'plar o'ylaydi, sizlar Slivi o'ynayapsizlar deb o'ylaydi. Dark sistema qo'yasizlar deb o'ylaydi. O'shaning uchun adikaga yaxshiroq variant. Hammaga xayr, like, podpiska, kommentariy yozib qo'yinglar.